Assalomu alaykum. Kechga ne ovqat istesem ekan deb o'ylanib, o'sha ovqatni istewga shechim qabulladim. Menimcha har bir ayol odam kunda o'ylanатын, bir mezgil o'ylanатын problemasi bo'lishi kerak. Kechga ne isteyman degan. Сөйтіп, qovurmalag'imni pishirayin deb o'yladim. Morozilkadan etni chiqarib, o'shunday соломинка qilib turadim, uzunchoq qilib. Uyda qovurmalag'imni uydagilarning bарлығы unutadi. Soning uchun ko'pne qovurmalag'imni pishiramiz uyda. Bu videoda основной tek qovuruv nesini saldım, videosini. Qamırın iyleu, onun sozuğun endigi videoda salarmın. Etni turab bo'lgandan keyin bölek idisqa salib, piyaz turaymiz. Piyazni osunday qilib jarmay nesinde turab, keyin sabzi turaymiz. Sabzida uzunchoq qilib turaymiz. Основной o'sha qovurmalag'imga turalатын ingrediyentlarning ko'pisi o'shunday uzunchoq qilib turiladi. Negizi bu ovqatning istelүү неше түрлі техникасы бар. Men o'zime qo'layi, o'zime uydagilarga unagan o'shunday qilib isteyman. Екі чеснокты да o'shunday qilib turab alamın. Барлық тураган заттарымды бөлек ыдысқа салып алдым, tayyorlab aldım. Odan keyin etimni juvib, gazni жағып, qazanni qo'yib, mayda qizdirdim. May qizgandan keyin etni salib, qovurmalab, keyin bарлық masalliqlarni izbezlikte sala berdim. Et az-maz qovurmalangandan keyin suvi chiqadi buning az-maz. Sudan keyin piyaz saldim. Onu da qovurmalab, tuz saldim. Tuzdan keyin 2 qasıq tomat saldim. Tindırmay bulg'ab turamiz, aralashtirib turamiz. Chesnokni salib, keyin sabzni salib, aralashtiramiz. Eng главный lag'monga dam berетін бұл soyevый соус bo'ladi. 2 qasıq soyevый соус qo'shamiz. Etga singib, etga o'zgacha dam beradi. Aralashtirib, qaqbag'ini jauib, gazning astini qaytarib qo'yamiz. Oған дейін 2 yumurtqani shag'ib, tuzben aralashtirib, tabaga blini qilib pishirib alamın. Onun arasında bir көзде lag'monni qaynatib qo'yib edim. Сол lag'monning pishgandan jeuga qo'layli bo'lushi uchun uni kesib aldım. Yumurtqani o'shunday 2 жағын bliniday qilib pishirib, onu da суытууга alib qo'ydim. Tabaga, qazanға поливканың üstüne lag'monni salib, yumurtqani o'shunday соломинка qilib turab tayyorlab qo'ydim. Keyin aralashtirdim lag'monni. Negizi odan gazga qo'ydim, sot nem tushpay qoldi. Kepkirmen sala almadim. Keyin o'shunday qisqichben salib, üstüne kesken yumurtqamni salib tarttım tamakты. Bärimizге ас болсын. Осында осы usulda tayyorlab ko'ring. Video unagan bo'lsa, like, kommentariy жазуды unutmang. Rahmet ko'rganingiz uchun.